Hammaga salom, sizlar Mogun kanaldasizlar va sizlar bilan Mogun kanaplari. Demak do'stlar, bugungi videoda sizlar bilan Dallas account 30 kun ichida kuchaytirib boramiz. Kanal yangi obuna bo'lish esdan chiqmadi. Kanal nomini albatta biz Dallasmi yo'q, Mogun qo'yaveramiz. Kanalimiz YouTube kanalimiz nomi bo'lgani uchun Mogun qo'yamiz. Hop. Do'stlar, kanal yangi qo'llab-quvvatlaverasizlar. Hali ko'p videolar chiqadi. Demak, trenerga shu brat yaxshi. Endi sal normal ko'rinishi. YouTube qilamiz. Demak, bu yerda o'yinchilar albatta bizning ko'zimizga chiroyli ko'rinib turgan odam bu. Turamjon bo'lishi mumkin. Boshqa futbolchilarning bor, Luis Diaz, lekin bizga hujumchi kerak, u qanot. Shuning uchun Turamni olsak yaxshi fikr bo'lsa kerak deb o'ylayman. Turamni olamiz. Boshqa variant ham yo'q, yaxshi. Demak, biz birdaniga o'yinni boshlaymiz. Keyin esa qolgan narsalarni ko'rib chiqaveramiz. Ko'rib turganlaridek do'stlar, birinchi o'yinimiz 10-0 tugadi. Bu pul bizda stadionimiz kuchaytirishga yetsa kerak deb o'ylayman. Yetsa ham kerak, endi ko'ramiz. Biz bu yerda birinchi prizlarni olamiz, chunki biz oltin tanga juda ko'p kerak. Stadionni taxt qilishimiz kerak. Hamma narsani olib tashlaymiz. Va ko'rganlaringdek, tarkibimiz hali ham bot bo'ladi. 55-56 futbolchilar bizda, Turamjon bizda 82 bo'lib turibdi. Demak, stadionni kuchaytirib olishimiz kerak. Demak, hozircha pulimiz kam, lekin oladigan joylarimiz bor tanga. Hop, bizga qancha kerak buning uchun? Bizga tomsiz kerak. Bizga 1432 tanga. Hozircha pulimiz yo'q. Lekin mayerdan bizga har 5 kun ichida har kimimiz 100 ta tanga bilan 10 ta olib beradi. Bu yerda ham yangi narsa qo'shiladi, bitta priz. Yaxshi. Hop, endi esa yetadi. Hop, tarkibimiz bot. Ularni kuchaytirib olaylik, keyin stadionni ham kuchaytirsak bo'ladi. Hozir agar stadionni kuchaytirib bu yoqqa pul yetmay qolsa, undan yomon narsa yo'q. Charchagan futbolchilar bilan o'ynab qolishimiz mumkin. Shuning uchun men bularni kuchaytiryapman. Hop, endi biz stadionimizni kuchaytirsak ham bo'ladi. Endi bizda yetarlicha pul bor. Endi stadionimizni kuchaytirib olamiz. Tomsiz qilamiz. Chunki nimaga? Tomli qilsak ko'proq pul ketib qoladi. Bizga puli bir xil bo'ladi. Masalan, hozir 15 tanga beradi bitta bino uchun. Tomli qilsak 1,5 ming oladi. Hozir unda quruq pul ketadi. Bizga kuchaytirish kerak. Bizda chiroyli bezak degan narsa shart emas uncha. Demak, tarkibimiz ko'rganingizdek, biz oq tarkib, bizda Turamjonimiz qizil olib qo'ydi. Nima qilamiz? Endi shu tarkib bilan bitta o'yin o'tkazamiz. Demak, do'stlar, hozir men Sabitda o'ynatgandim. Videoga ham yo'q, chunki oxir yutgan videoga olaman degandim. Lekin bizga yetarlicha pul yig'ilib qoldi stadionimiz uchun. Demak, biz hozir borib stadionimizni kuchaytirib olamiz. Stadionimiz keyin tarafini ham kuchaytiramiz. Hozircha bizda bitta tarafi taxt, bu yaxshi. Bonus tanga esa 15 tanga. Bunisini kuchaytirganimizdan keyin bonus tangamiz oshadi. Hop, kuchaytiramiz va bizning bonus tangamiz 24 tanga bo'ladi. Bu yaxshi, juda yaxshi. Demak do'stlar, hop, endi ikkita joyi taqsimlaymiz. Endi esa Sabitani o'ynashimiz kerak. Bizda 27 ochko, bizda 36 ochko to'plab sariq agentni olamiz. Demak, videoni qo'ymayman o'ynaganimni. Hop, biz 2-0 yengib oldik. Bizda sariq agent bilan bir qancha juda yaxshigina tanga berdi. Hop, endi sariq agent chaqiramiz. Sabitani yutdik. Endi bu shart emas. Bu yerda prizlarni olamiz, keyin agentimizni chaqiramiz. Bu bizning agentimiz, futbolchimiz, transfer ispaniyalik. Hop, 89 pas. Olmom emas, bu futbolchi, markaziy himoya.
Bizda Alex Bayena. Yaxshi, mayli darajasi 80 bo'lsa ham, zato agent yaxshi. Tarkibimizga juda mos, qulay keladi. Hop, buni esa chap qanotga qo'yib olamiz. Xo'p do'stlar, meni endi bittan saga jahlim chiqdi, chunki mardagi stadionni 3-joyini kuchaytirgan videoga olinmay qolibdi, lekin mayli shuni aytib o'tay. Mana yerda men 3-binoni kuchaytirib qo'ydim. Hop, tarkibimiz hozircha shunday. Bizda 3 ta bino taxt va bizda 2 ta sariq agent. Bu bitta videoda, demak, keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Ikkinchi qismi ham albatta tez orada chiqaraman. Vaqt kerak, lekin sizlardan padishga kutaman. Like, obunani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Demak, kommentariyada Telegram kanalim qo'yib qo'yaman. Video qachon chiqishi haqida o'sha yerda aytib o'taman. Demak do'stlar, joninglar sog' bo'lsin. Sizlar bilan Mo'g'in janoblari bo'ldi.